Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga qum suvoq qilish jarayonini video qilish hamda narx-navosi, qancha rasxod ketadi, hammasini sizlarga yetkazmoqchi bo'lib, xalq manfaati uchun bir video tayyorlashga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. 2025-yil hisobda qish oyini boshlarida mana Andijon viloyati Asaka tumanida qum suvoq ishlari qilinmoqda. 2025-yilni qish oylarini boshlarida mana havoni biz ko'rishingiz mumkin. Sovuq. Sement suvoqda 10 arava qumga 5 qop sement qo'shiladi. 10 arava qum, 5 qop sement hamda suv. Asosan shu narsalar qo'shiladi. Mana bundoq qilib padmayak holatda qum suvoq qilinadi. Mana bu ish jarayoni. Mana shundoq qilib mayakka ko'rishingiz mumkin. Mana burchaklarini Xudo xohlasa juda chiroyli, ideal holatda. Atqoslarimiz ham mana bu tomonda yana bitta katta zalimiz ham bor. O'xshi 2 etajli tepasida 3 xona uy bor xolos. Narigi tomonda 3 xona uy putgan ekan. Bu joylarimizda usta haqqi 1 kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lyapti hozirgi kunda. Rasxodiga ketadigan bo'lsak, taxminan 20 ming so'm ketadi. Qum, sement, suv, ustani qoni, shu va mayda-chuyda narsalarni 20 ming so'mga bormasdan ketsa kerak. 15 ming so'm, 20 ming so'm mo'ljal. Hozirgi kunda 20 ming so'm desa ham bo'laveradigan holatda. Hozir biz bu qum suvoqning endi sifatini tekshiramiz. Mana pul orqali tekshirmoqdamiz. Ustani telefon raqami ekranga yozilgan bo'ladi. Bemalol ekran tagida telefon raqamiga telefon qilib, zakaz berib, ishinglarni chiroyli qilib bitkazishinglar mumkin. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa foydali videolar bundan keyin ko'p chiqarishga harakat qilamiz.